Bo'g'in og'riqlari va artrit uchun malhamimizni tayyorlashni boshlaymiz. 300 gramm paxta yog'imizni tovaga solamiz. Dog'langan, dog'lanmagan umuman farqi yo'q. Ozgina qizdirib olgandan keyin menda bu yerda ikkita piyoz, agar kattaroq bo'lsa bitta piyoz ham yetadi. 5-6 ta zubchik chesnok hamda kichkinagina qalampir kerak bo'ladi. Mana endi qisib olgan yog'imizga piyozimizni solib, salgina o'lguncha qovurib olamiz. Ko'p emas, taxminan 3-4 daqiqa davomida qovuramiz. Yog'ingizni paxta yog' bo'lishi kerak. Men poytaxt Mayamechda paxta yog'ini ishlataman. Aynan turtma malhamlar uchun mana shu yog'lar yaxshi. Sharqqa ham paxta yog'i bor, lekin effekti Mayamechdanikchalik bo'lmaydi. Agar topolmasanglar, borini solib ishlashingiz mumkin. Taxminan 300-400 gramm. Agar oila a'zolaringiz ko'pchilikni tashkil qilsa, gavdanglar kattaroq, to'lacharoq odamlar bo'lsa, proporsiyasini shunga nisbatan ko'proq tayyorlashingiz mumkin. 3-4 daqiqadan so'ng chesnok bilan garimdorni ham bir rosa olib qovurib olamiz. 1-2 daqiqa yetadi bunga. Примерно 1-2 minut yetarli bo'ladi. 1 daqiqadan so'ng gazni o'chirib soviguncha qo'yib qo'yamiz. Yog'imizni biroz sovigandan keyin sitadan bankaga quyib olamiz. Bizga endi piyozlarni keragi bo'lmaydi. Mana yog'imizni butunlay siqib ajratib oldik. Endi mana dokadan o'tkazib olingan yog'imizga 20 ml, ya'ni 1 flakon yodning 5% spirtli eritmasdan quyamiz. Qopqog'ini mahkam berkitib, bemalol ishlatishimiz mumkin. Shifoli bo'lsin.